هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yunus tefsiri 53. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yunus suresi 53. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula senden o yani va'da qilingan azap ölgenden keyin terilish rostmi deb so'raydi. Sen ha Rabbim bilan qasamki u albatta rostdir. Sizlar hech qutula olmaysizlar degin. Agar har bir zulm qilgan odam yani kafir yer yuzidagi hamma narsaga malik bo'ladigan bo'lsa, Allah'ın azabından qutuluş için elbette onun hammasini fidye qilib berib etdi. Ular azabını görgen çağda nadametini yoşurun tutdu. Yani dünyadaki qilmishlarga içide pişayman qildi. Ularning yani xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Kıyametnin haq ekanligi. Ular senden o yani va'da qilingan azab ölgenden keyin terilish rostmi deb so'raydi. Yani jasadlar tuproqqa aylanib ketgandan keyin qiyomat kuni qabrlardan turg'iziladiganligi rostmi deb so'raydi. Sen ha Rabbim bilan qasamki u albatta rostdir. Sizlar hech qutula olmaysizlar degin. Yani sizlar tuproq aylanib ketgandan keyin Allah Taala sizlarni dastlabda yo'qdan bor qilgandek qayta tirildirishdan ojiz kelmaydi. Allah biror shay'ini yaratishni iroda qilsa, uningga vujud kel deydi-da, u vujud keladi. Qur'onda bu oyatga o'xshashadigan ikkala oyat bor. Allah Teala bu ayetlerde Peygamber aleyhisselamni kıyametni inkar kılgan kişilerge Rabbinin namı bilen qasam qılıp cevap verişki buyurup mundaq deydi. Kafirlar bizge kıyamet kelmeydi deydi. Aytqin ki undaq emas. Rabbim bilen qasam ki kıyamet sizlarga cho'qim keladi. Kafirlar hergiz terildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytqin ki hergiz undaq emas. Rabbim bilan qasamki sizlar cho'qim terildirilasizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Bu Allohga osondir. Allah Taala qiyomat bo'lganda kafirlarning zimin to'shqichi oltin berib bo'lsa-mu, Allah Taalaning azobidan qutulishni orzu qiladiganligi to'g'risida mundaq xabar berdi. Eğer her bir zulüm kılgan adam yani kafir yeryüzüdeki hamma narsaga malik bo'ladigan bo'lsa, Allah'ın azabından qutuluş için elbette onun hammasini fidye qilib berib etdi. Ular azabını görgen çağda nadametini yoşurun tutdu. Yani dünyadaki qilmishlarga içide pişayman qildi. Ularning yani xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Rastla osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastla
Allah'ның vədisi haqdır. Lekin ular, yani insanların tolisi bunu bilmeydi. Allah ölükni terildirdi, terikni öldürdü. Sizler Allah'ның dergahıga qaytısılar. Allah Teala bu ayetlerde özünün asman ve ziminin padişahı ikenligidən, vədisinin haq ikenligidən ve çoxum əməlge aşırıdığanlıqıdan, ölükni terildirdiğanlıqıdan ve terikni öldürdüğanlıqıdan, bütün məxluqatlarının qaytıdığan cayının Allah Teala'nın dergahı ikenligidən xəbər verdi. Cesetler parça tutilib, ziminin her yeriga, denizga ve çöllerge çeçilip ketken takdirdimi, Allah onu bilgiçidir ve onu öz dergahıga qaytırışqa qadirdir. Ey insanlar, sizlerge Rabbinlar tərbidən nəsihət bolğan, dillardaki dertke, yani şek ve nadanlıqqa şifa bolğan, müminlerge hidayet ve rahmet bolğan Kur'an keldi. Eytqin ki, ula Allah'ның pəzli ve rahmetinden xoşal bolsun. Bu ulanın yıqqan dünya mallardan yaxşıdır. Kur'an-ı Kerim'nin vəzi nəsihət, dillağı şifa, rahmet ve hidayet ikenlik. Allah Teala hürmetlik peygamberge kat Kur'an'ı nazil qilish arqılı məxluqatlarına merhamet qılğanlığını bayan qılıp mundaqdaydı. Ey insanlar, sizlerge Rabbinlar tərbidən nəsihət bolğan, dillardaki dertke, yani şek ve nadanlıqqa şifa bolğan, müminlerge hidayet ve rahmet bolğan Kur'an geldi. Yani Kur'an naçar söz ve qılıqlardan, qabih işlardan tosudu. Köngüllerdeki guman şeklerini, pes ve yirginişlik kılmışlarını yoktudu. Kur'an-ı Kerim bilen Allah Teala'nın rahmetige ve hidayetige erişkili buludu. Bu rahmet ve hidayet fakat Kur'an'a iman keltirgen, onu tasdiqlagan ve onundaki hükümlerge qat'i boysunganlarla buludu. Allah Teala bu ayakta mındaqdaydı. Biz müminlerge, yani ulanın dilleriga şifa ve rahmet bulduğan Kur'an ayetlerini nazil kılımız. Kur'an kafirlarga ziyandan başkını ziyade kılmaydı. Yani ula Kur'an'ı tasdiq kılmaganlıktan ulanın küfrü tehimi aşıdı. O iman keltirgenlerge hidayettir ve dillardaki şek şübhege şifadır. Eytqin ki, ula Allah'ның fəzli ve rahmetinden xoşal bolsun. Yani ula Allah tərəfindən kelgen haq, din ve doğru yol bilen xoşal bolsun. Bu ula üçün xoşal bolışqa en layıqdır. Bu ulanın yıqqan dünya mallardan yaxşıdır. Yani dünyanın tügep ketadigan mal, dünyanın tügep ketadigan mal dünyasıdan, tozup ketadigan gül çiçeklerden Allah'ның doğru yolu yaxşıdır. Eytqin ki, eytip beqinglarchu, sizlarga Allah tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Allah sizlarga mundaq qilishga izni berdimi? Yoki Allohga yolg'onni chaplamsizlar? Allah'a yalganını çaplaydiganlar kıyamet günü qandaq oylaydı. Yani jazaga tartılmaymayız deb oylamdı. Şübhisiz ki Allah insanlarga merhametlikdir. Çünkü ularga boladigan azabni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. Allah Teala'dan başkasının hiç qandaq narsani halal yoki haram qilolmaydiganligi. İbn Abbas radiyallahu anhuma, Mujahid, Zahhak, Qatada, Abdurrahman ibn Zeydi, İbn Aslam ve başkalar bu ayetler müşriklarning bahire
saibe ve vesile qatorliq hayvonlardan xalig'ini harom qilib, xalig'ini halol qilishdek qilmishlariga raddiya berib tushdi dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Müşriklar Allah yaratgan ekinlerden ve çahar paylardan, yani töge, kala, koylardan Allah için bir hisse, butları için bir hisse ayırıp koyup, İmam Ahmed Malik İbni Nezle'nin mundaq deganligini rivayet kıldı. Men Peygamber Aleyhisselam'ın aldığa koni kiyimlerimni kiygan holatga keldim. Peygamber Aleyhisselam: "Senin mal mülkün var mı?" dedi. Men ha bar dedim. Peygamber Aleyhisselam: "Malның qaysi türlerinden var?" dedi. Men hamma türlerden, yani koy, töge, at ve kala qatorliqlardan var dedim. Peygamber Aleyhisselam: "Qachonki Allah Teala sana mal mülk berse, onun eseri sende körülüş lazım." Yani qachonki Allah Teala sana mal mülk berse, onun eseri sende körülüş lazım dedi. Ve yine senin tüygülerin sak botulaklarını to'g'idi. Andın sen östürüp bilen onunla en salısan ve bu en selingan tüygüdür deysen. Onun terilerini tilisen de bu belge koyulgan tüygüdür deysen. En selingan ve terileri tilingan tüygülerini özenge ve ailendikilerge haram kılsan. Şundak mı? Dedi. Men şundak deb cevap verdim. Peygamber Aleyhisselam: "Hakikaten Allah Teala sana bergen nerse halaldır. Allah Teala'nın kuvveti senin kuvvetinden güçlüktür. Allah Teala'nın üstürü senin üstüründen istiktir" dedi. Hiç kandak asas ve paket yokturup, öz köz qaraşları ve köngül xahişi bilen Allah Teala haram kılgan nersini halal kılgan, ya ki Allah Teala halal kılgan nersini haram kılgan kişilerge Allah Teala qattiq reddiye berdi. Ondan ula u kılmışları üçün kıyamet günü azapqa duçar boladiganligidan agahlandırıp mundaq deydi: Allah'a yalganını çaplaydiganlar kıyamet günü qandaq oylaydı? Yani cezağı tartılmaymayız dep oylamdı. Yani ula dergahimizga baradigan kıyamet günü de uladın ilindigan hisobat haqida qandaq gumon qiladi? Şübhisiz ki Allah insanlarga merhametlikdir. Çünkü ulaga boladigan azapni kechiktirdi. İbn Cerir bu ayet haqida mundaq deydi: Allah Teala'nın ulağını dünyada cezalaşını keçiktirişi Allah Teala'nın ulağı kılgan merhametidir. Allah Teala'nın dünyada özü yaratkan faydalık nersilerini insanlığa halal kılıp berişi, ulağının diniga ve dünyalığa ziyan kıldıgan nersilerini haram kılışı, mana bula Allah Teala'nın ulağı kılgan merhametidir. Lekin kişilerinin tolisi Allah'ın nimetlerine şükür kılmaydı. Yani ula Allah Teala inam kılıp bergen nersini haram kılıp özlerige tescilik peyda kıldı. Yani özleriçila bazı neslerini halal kıldı ve bazı neslerini haram kıldı. Müşrikler özleri belgili olgan nersilerde muşundak işlerini kıldı ve ehli kitap mu dinide peyda kılgan bid'at işleri de muşundak kıldı. Sen qaysi halatda bolmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chog'liq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi.
ularning hammasi lavhul mahfuzda xotirlangandir. Barliq cho'ng kichik narsalarning Alloh taolaning bilish doirasida ekanligi. Alloh taolo bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomga har bir soat, minut, sekund ichida uning va ummatining barliq ahvollarini va barliq mahluqotlarning ahvollarini bilib turadiganligini, osmonlardagi va zimindagi eng cho'ng narsalar bilan zarradanmi kichik narsalarning hammasi lavhul mahfuzda yozilgan bo'lib, hech narsaning Alloh taolaning ilmi va ko'rib turishidan sirtda qoldirilmaydiganligini xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqliqdagi dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan bir narsami yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Alloh taologa ma'lum bo'lib, lavhul mahfuzda yozig'liqdir. Alloh taolo yana o'zining dal-daraxtlar va boshqa jonliq va jonsiz narsalarning harakatlarini bilib turadiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Mayli yer yuzidagi mangadigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan mahluqotlardir. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Alloh marhamat yuzidan ustiga olgan. Alloh ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Alloh taolo bu narsalarning harakatlarini bilgan yerda ibodat qilishga buyurilgan mahluqotlarning ahvollarini bilmay qolarmi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Nihoyatda g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Alloh seni namozga qo'pqiningda ko'rib turdi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turdi. Sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Ya'ni sizlar biror ishga tutish qilganinglarda biz sizlarning qishinglarda hozir bo'lib ko'rib ve anlab turamiz. Shuning uchun Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan ihson to'g'riliq so'raganda Alloh taologa xuddi sen uni ko'rib turgandek ibodat qilgan. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan ihson to'g'riliq so'raganda Alloh taologa xuddi sen uni ko'rib turayotgandek ibodat qilgan. Gerçi Alloh taoloni ko'rmasangmi, Alloh taolo seni cho'qim ko'rib turdi deb javob bergan. La ilaha illalloh. Rastla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganға qayg'urish yo'qdir. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Ularga dunyo va oxiratda xush xabar beriladi. Ya'ni dunyoda jon uzish vaqtida Allohning roziligi va rahmatiga erishadiganligi bilan oxiratda noz ne'matlik jannatga kiradiganligi bilan xush xabar berildi. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ayni shu katta baxtdir. Alloh taoloning yaqin bandalari. Alloh taolo iymon keltirgan va Alloh ular haqida bayon qilgandek taqvodor kishilarning o'zining yaqin bandalari ekanligidan xabar berdi. Alloh taolo taqvodorlik qilgan har bir kishi
Allah Taolaga taqvodorlik qilgan har bir kishi Allah Taolaning yaqin bandisi hisoblanadi. Rastla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'lidan keltkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir. Ya'ni oxiratdagi hisobning qattiqligidan har qanday jon egisi qattiq qo'rqinish his qiladigan chaqda ularga hech qanday qo'rqinish yo'q. Hayoti dunyodagi qilib qolgan narsalari uchun g'am qilishmay bo'lmaydi. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning bandalari ichida shundoq bandalar borki, ular payg'ambar va shahidlarni ularga payg'ambar va shahidlarni havas qiladi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, ular qanday kishilar? Ular bilan do'st bo'lishni xohlaymiz" dedi payg'ambar alayhisalom. Ular birisini do'st tutganda mol dunyosini ko'zlamasdan, nasab surishti qilmasdan, Alloh taolaning roziligini ko'zlab do'stlashadigan kishilardir. Ular nurliq taxtlarning ustida yuzlari nurlangan holda turdi. Kishilar qo'rqqan chaqda ularda qo'rqinish bo'lmaydi. Kishilar nadomat chekib, pushaymon yegan va ko'ngillari yerim bo'lgan chaqda ular bu ishlardan xoli bo'ladi, dedi. Ondan bu oyatni o'qidi. Rastla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir. Dunyodagi xush xabardan rost tushning ko'z tutilganligi. İbn Jarir Ubada ibn Samitning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhisalomdan ularga dunyo va oxiratda xush xabar berildi. Ya'ni dunyoda jon uzish vaqtida Allohning roziligi va rahmatiga erishadiganligi bilan oxiratda nozir ne'matlik jannatga kiradiganligi bilan xush xabar berildi degan oyatdan oxiratdan berilgan xush bishoratning jannat ekanligini tonib yetdik. Undaqda dunyoda beriladigan xush bishorat nima deb so'radik. Payg'ambar alayhisalom: "Mu'minning ko'rgan yaxshi tushi bu dunyodan berilgan xush xabar. U yaxshi tush payg'ambarlikning 40 dan biri yoki 70 dan biridir" dedi. Subhanalloh. İmam Ahmad Abu Dar radhiyallohu anhudan mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Abu Dar payg'ambar alayhisalomga: "Bir odam bir yaxshi ishni qilsa, boshqalar uni yaxshi ish qilganligi uchun maqtasa qanday bo'ladi?" dedi payg'ambar alayhisalom. Bu maqtashlar ashu mu'minga oldin berilgan xush bishoratdir, dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ularga dunyo va oxiratda xush xabar berildi. Ya'ni yaxshi tush mu'minga berilgan xush bishoratdir. U payg'ambarlikning 49 dan biridir. Kimiki yaxshi tush ko'rsa, uni boshqalarga deb bersin. Kimiki yomon tush ko'rsa, o'zining sol tarafiga 3 qitim tukursin va Allohu akbar deb Alloh taolaga takbir etsin. Yomon tushni hech kimga demasin. Chunki yomon tush shayton tarafidan bo'lib, shayton kishini u tush bilan qayg'uga soladi. La ilaha illalloh. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatda deyilgan xush xabardan mu'min sakratga tushganda farishtalarning uningga jannat va mag'firat bilan bergan xush xabar ko'z tutildi, dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shubhisizki Rabbimiz Allohdir" deganlar ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, "Qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda va oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz.
Cennette sizlar uchun ko'nglinglar taqqan narsalarning hammasi va tilgan narsanglarning hammasi bor. Ular nihoyat mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Bara radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq degan: haqiqatan mu'minga o'lim kelganda uning qishig'a yuzlari nurliq va oq kiyimlik farishtalar kelib mundaq deydi: ey pokjon, rohat farog'atga, xush puroqliq rayhon jannatiga sendan rozi bo'lg'uchi Robbing tarafiga yaqin, Robbing tarafiga chiqqan. Shuning bilan jon uning ig'zidan xuddi tulumning ig'zidan suv tomchisi tomgandek oson chiqadi. Mu'minlarga oxiratda berilgan xush xabarga kelsak, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. U kunda mu'min erlarni, mu'min ayollarni ko'rsanki, ularning nuri ularning oldida va ularning o'ng tarafida mangadi. Ularga bugun sizlarga ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlar bilan xush xabar berildi. U yerlarda mangu qolasizlar. Bu ulug' muvaffaqiyatdir deyiladi. La ilaha illalloh. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo bu va'dini o'zgartmaydi. Uningga xiloflik qilmaydi. U va'dasini cho'qim o'rinlag'uchidir. Ana shu katta baxtdir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Yunus suresi tefsirinden 64. ayetçi anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.